Alpomish Media taqdim etadi. Söyleydi kultaya tilleri, Mert'in o açıktır yolları. Söyünçü bir gene kultayga, Mana konur attın yerleri. Çeçildi kömüle tüyünçü, Bastı da atıya oyuncu. Boy bürüne keldi de ya, Bugüne süyünçe tayançı, Birin kultayga süyünçü. Alpomish Media. Baxshichilik milliy qadriyatdan xalqaro e'tirofdagi san'at durdonasiga aylandi. UNESCO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritildi. Prezidentimiz tomonidan baxshichilikni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor, festivallar, yangi maktablarning tashkil etilayotgani soha mutaxassislari zimmasiga ham yangi vazifalarni yuklamoqda. Aynan yosh avlod uchun munosib o'quv qo'llanmasi bo'ladigan Alpomish dostonlarining ijro variantlari kitobi va audio albomlar taqdimotidan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Alpomish dostoni o'zida xalqimizning qadimiy qadriyatlari, milliy g'urur, vatanga muhabbat, sadoqat tuyg'ularini yuqori pardalarda kuylagan mukammal xalq eposi. Uni baxshichilikning beshigi deydi mutaxassislar. Dostonning 40 ga yaqin turlari mavjud bo'lib, asrlar davomida aynan do'mbira jo'rligida aytilgan asar avloddan avlodga meros bo'lib kelmoqda. Har bir ijro avvalgisidan farq qiladi. Uni notalarga bitib o'rganish emas, jonli kuylash orqali mazmun mohiyatini, haqiqatini anglash, boqiy qadriyatni asrab avaylash mumkin. Baxshilar ta'biri bilan aytganda bu qalbdan chiqayotgan ohang, bor jozibasi-yu go'zalligi ham shunda. UNESCOga qaysi nomzodnoma kiritiladi? Hozirgi davrda yashayotgan bo'lish, jonli ijro holatda. Bizda shu narsaga juda ham katta e'tibor berildi, ustoz shogird an'anasi. O'sha ustozdan og'zaki holatda shogirdga o'tkazilishi, o'sha jarayon bizning yutug'imiz bo'ldi. Butun dunyodagi bu nima deydi, ilg'or tajriba desak ham bo'ladi. Demakki, bunaqa tajriba hali juda ko'p davlatda yo'q. Hozirgi paytdagi davlat tomonidan baxshichilikka berilayotgan e'tibor ham juda ham katta o'rin egalladi. Bu yerda bizning nomzodnomamizda so'zsiz kiritilishiga. Prezidentimizning bevosita tashabbusi va sa'y-harakatlari evaziga baxshichilik san'atining UNESCO tomonidan insoniyat nomoddiy madaniy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilishi ham milliy san'atimizga, dostonchiligimizga bo'lgan yuksak hurmat va ehtirom namunasi ekani tadbir qatnashchilari tomonidan alohida ta'kidlandi. Davlatimiz rahbarining soha namoyandalariga yo'llagan tabrigi esa ularni yanada ruhlantirgani, ilhom baxsh etgani, mas'uliyatini san'at rivoji yo'lidagi ishtiyoqini oshirgani bor gap. Baxshichilik san'ati UNESCOning nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilgani bilan va kecha butun hamma shu baxshichilik san'atini fidoyilari, baxshilar, ijrochilar, shu sohaga shinavandalar, shu sohaga befarq bo'lmagan soha mutaxassislariga prezidentimizning yo'llagan tabrigini eshitib, biz hayajonimizni hozirgacha yashira olmayapmiz. Men 20 yildan beri mana shu baxshichilik san'atiga qiziqishim tufayli o'zim kichkina ekspeditsiyalar uyushtirib, o'zim ko'ngillilardan bo'lib, baxshilarni shu ovul qishloq yurib 18 ta baxshidan Alpomish dostonining boshidan oxirigacha yangi zamonaviy ko'rinishda, audio, video ko'rinishida buni yozib olindi. Go'ro'g'li turkumidan ko'p dostonlar bor. Shularni ham navbat to'liq dostonlarni yozib olish rejamizda bor. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Qashqadaryo va Surxondaryo baxshichilik maktablari yorqin namoyandalarining rang-barang ijro uslublari jamlangan audio kitoblar, bir dostonning turkiy tillarda turlicha ifodalangan ammo mazmuni maqsadi mushtarak, mardlik va jasorat timsoliga aylangan qahramonlar tarannumi. Kitobdagi yozuv bu o'lik matn der edi. Lekin u baxshining ovozi bo'lsa, u yerda yana so'z qo'shilsa, u tirik, jonli qo'shiq bo'ladi. Bu odamlarga yuragiga ta'sir qiladi. Albatta bu qalbdan chiqadigan ohang. Bu ilgari bizning o'zbegimizda bo'lgan.
qonimizda bo'lgan. Alpomish dostoni bizning yoshlarimiz uchun eng kerakli. Chunki Alpomish ostonada hamma odob, axloq, vatanparvarlik, ota-onani hurmat qilish, o'z to'prog'ini, vatanini hurmat qilish, jasurlik, mardlik, sevgi hammasi shu dostonning ichida mujassam. Shuning uchun buni bilish kerak. Bu o'zi baxshilikning beshigi shu. O'zbek xalqining ruhi desa, masalan, Alpomish, mana shu dostonlar va mana bu xalq baxshilari aytayotgan terminlar mana shuni ichida. Milliy ruh degani shu. Milliy tafakkurning asosi degani shu. Bugun davlatimiz tomonidan baxshichilik san'atiga qaratilayotgan e'tibor va albatta munosib sharoitlar tufayli aynan yoshlar orasida milliy qadriyatimizga qiziqish ortgan. Respublika bo'yicha baxshilar sinflari 115 taga yetib, ularda ta'lim olayotgan o'quvchilar soni 1500 nafardan oshdi. Bugun taqdim etilgan kitob va audio video albomlar ular uchun ajoyib xazina, tadqiqotchilarga esa yangi izlanishlar yo'lida yangi chorlov bo'ldi. Prezidentimizning tabrigida juda katta bir oldimizga vazifa, shunaqa mas'uliyat qo'yildiki, o'quv yurtlarini ochishimiz mumkin, bolalarni, o'quvchilarni, talabalarni jalb qilishimiz mumkin. Lekin ularni nima bilan o'qitamiz? Qanaqa darsligimiz bor? Qaysi baxshini, qanday uslubi, metodikasini o'qitamiz? Bularning hammasi hal endi kitob sistemasiga kiritilishi kerak, kitob darsliklar qilib chop qilinishi kerak. Shunga mana birinchi qadam bo'lib, mana O'ktamjonning qilayotgan ekspeditsiyalar, axborot materiallarini yig'yapti. Bu narsalar hammasi qo'l keladi, juda bir katta material bo'ladi. Baxshi ham aktyor, ham tarixchi, ham shoir, qo'shiqchi-yu sozanda. Butun bir voqeani ifodalash orqali tinglovchini sehrlab qo'yadi. Endilikda xalqaro maqomga ega bo'lgan baxshichilik san'atini yanada rivojlantirishda bunday xayrli tashabbuslar iste'dodlarni, baxshi, jirov, oqillarning yangi avlodini kashf etishga xizmat qiladi deyish mumkin. Alpomish Media